hamma uyda shunaqa video kasseta bo'lsa kerak. Shu 90-yildan 2010-yilgacha shunaqa katta kameralarda video kassetalarga to'ylar, turli xil tadbirlar yozilgan. Biz bularni hozirgi paytda raqamlashtirib, mana bunaqa zamonaviy fleshkalarga yozib berishni yo'lga qo'yganmiz. DVD diskda bo'lsa agar yoki bo'lmasa video kassetada, video magnitofon, DVD player istab hozirgi paytda yurishda kerak yo'q. Shunaqa fleshkaga sifatli qilib yozib beramiz. Shunda televizorga suqasizlar bo'ldi, tamom. Ko'rsanglar bo'ladi, xudo xolasa chiroyli qilib. Farg'onadan ham mana bugun bitta akamiz shu video kassetani menga bitta pochta orqali jo'natib berdi. O'zbekistonning qaysi viloyatidan bo'lsanglar hozirgi paytda muammo emas, chunki даже Rossiyadan ham kelyapti-yu pochtalar. Shunda o'zingizlar tuman markazinglarga chiqasizlar, bitta pochta hamma tumanda, viloyatda bor. Shu bizning adresimizga jo'natib berasizlar. Mana bizning adres. Andijon viloyati Paxtabod tumani, Amir Temur ko'chasi 70-uy, Hamkorbank ro'parasi. Kimda agar video kasseta bo'lib, menga aloqaga chiqib jo'natmoqchi bo'lsa, men adresni to'liq tashlab beraman. Bu akamiz ham bizga video kasseta jo'natib bergan. Mana bugun qabul qilib oldik. Xudo xolasa buni ham chiroyli qilib fleshkaga yozib, yana o'zini shu adresiga jo'natib beramiz.